4 kundan apkamizga 5000 dollarlik prop olib berdik. Akşam gürlenden bir biratımıza 10.000 dollarlik prop alıp berdik. İkisi ham do'stlar bir günde imtihonundan o'tibdi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Vчера 14:21 yine tanlovingiz uchun tashakkur deganmiz. Уже ishlarini boshlag'anlar. 14:21 oradan bir 2 soat o'tib turib 100 dollar foydada apkamiz. 5000 dollarlik shu. Уже oradan bir 4 soat o'tgandan keyin 5800 etib qo'yibdilar balansni. Vaholanki 5400 etsalar ham o'tgan bo'ladi dedilar. Уже instruksiyalar yuborildi. Dalshi nishlatish kerak, qanday qilib real olish kerak, hammasini tushuntirib boshladi. Ikkinchi misolimizda Gürlendan kelgan biratimiz qaranglar. 16 aprel ma'lumotlarni olganman, ofisimizga keldilar, shu yerda o'tirib ulab berib. Сегодня bo'lganda 00:41 12 dan o'tgandan 40 minut o'tgandan oqshom geçti. Уже 10.842 dollar ishlaganlar. 800 dollar ishlashlari kerak edi, 842 bilan imtihondan уже o'tdilar. Bu yerda ham instruksiyalar yuborildi, dalshini ishlatish kerak, hammasi tushuntirilib turibdi. Xudo xolasa ikki mijozimiz ham real hisoblarni olib taxlab beramiz. 25 aprelga deyim bizda prop hisoblarni hammasida chegirmalar qo'yilgan do'stlar. Bemalol xarid etsanglar bo'ladi. Masalan 25.000 dollarlik salkam 3 million edi. Hozir 2,5 million so'm bahosi. Undan tashqari 10% foyda bilan real o'tmaysizlar, 8% ko'tarsanglar bo'ldi hamma hisobda. Уже real hisob keladi. Avval ham tushuntirganman, bu propa to'lagan pullaringiz ham birinchi pul yechganingizda qaytarib tushirib beriladi. Kommentlarda prop deb yozinglar, meni direktima, telegramlarimga prop deb yozsanglar, sizlarga batafsil informatsiya hammasini ulab tushuntirib daqib beramiz. Yangi mijozlarimizga hali bizning xizmatlardan foydalanmagan mijozlar 350 ming so'm registratsiya uchun pul to'laydi. Qo'shimchasini bu qaysi prop hisob kerak bo'lsa, shuni pulini to'laydi. Noldan ulab tushuntirib konsultatsiyasini berib omad tilab yuboramiz. Hammangizga omad, 10-15 minut ichida hisoblar tayyor bo'ladi, savdolaringizni уже boshlayverasizlar. Salomat bo'linglar. O'zlarimiz ham ibada 100 ming dollarlik propda ishlab o'tiribmiz. Ajoyib natija, ajoyib. Hammaga omad do'stlar, shunday profitlar hammangizga nasib etsin.